nima uchun asxandroz vahima, qo'rquv, xavotir, nevrozga olib kelmaydi va nima uchun ba'zi shifokorlar sizda asxandroz bor ekan, davolansangiz sizni qo'rquv vahimalaringiz ketadi degan yolg'on gaplarni bugun ochiqlaymiz, ochib tashlaymiz. Nima uchun hammada grija yo'q? Churra o'zi nima degan? Keling bizga yordamga Kleopatrani o'zlarini, shaxsan o'zlarini chaqirdik. Qaysidir insonlar semiz va mana bunaqa Kleopatraga o'xshagan tekis emas, aytaylik, mana shu sohada 6 kilodan 7 kilogacha erkakdir, ayoldir, yog' turibdi. Erkaklarda bu ginekamastiya ko'rinishida, ya'ni ayollarda ko'kragiga o'xshab qolgan, ayollarda esa juda ham katta byust ko'rinishida. Ikkinchi yog' to'plami qorinda joylashgan ichki yog'lar, charvi, mollarda ko'radigan, mana bu yerda turibdi, mana qaranglar. Mana bu yerda turibdi. Va uchinchi yog' to'plami, bir qo'lini ichiga kirgizib olaylik hozir. Yog'lar joyida turmayapti bunga. Va uchinchi yog' to'plami, aytaylik, uning orqa qismida turibdi. Endi mana shu yog', mana shu yerdagi yog' pastga tortadi. Siz bo'yningizni orqaga tortasiz.